Assalomu alaykum qizlar jonlar. Mana shunaqa formatda sizlarda stories bo'lmagan shekilli, bunaqa video bo'lmagan. Balidamiz va otelga ko'chyapmiz. Shunaqa ko'chuvchimiz. Chunki aslida bilasizmi bu nima haqida? Bu qalb erkinligi haqida. Istaganimni qilaman, hammasi oson deganlardek. Bu nima uchun men bu narsani aytyapman bilasizlarmi? Hozir master klass haqida ko'p gapiryapman. Kimdir pulini o'ylayapti, kimdir boshqa. Men o'zim umuman mana shu master klassni qilishimdan maqsad shunda ediki, arzimagan 199 ming, dugonasi bilan kelganlarga 50%, 100 ming haqida gap ketyapti. Cheklovlar qayerda? Ya'ni odamlarga super oson bo'lsin, odamlarga super erkin bo'lsin, arzon bo'lsin degan niyatda mana shu master klassni to'lovini mana shunaqa belgilaganman. Chunki o'zim totalni erkin insonman, oson bo'lishini istayman, sizlarga ham oson bo'lsin deb aytdim. Shunday ekan, men har doim aytaman, bir o'tirib, hali ham o'ylayotgan bo'lsangiz, siz bir o'zingizga savol bering. Bu pulga siz nima olasiz? Ko'p narsa ola olasizmi? Agar bu pulni o'zingizni bilimingizga investitsiya qilishdan ayayotgan bo'lsangiz, men buni absolyutno to'g'ri tushunaman, chunki bu gapga oson. Men hech o'sha 100 mingni yoki 200 mingni qadrsizlantirish haqida emas, balkim uni qadrini yana ham ko'paytirish haqida aslida aytyapman. Ya'ni mana shu master klassda bilim olish, mani shogirdligimda oz bo'lsa ham birinchi qadam qo'yib, o'sha energetikani his qilish haqida gapiryapman-da. Shunday ekan, master klassda siz mana shu pulga nimani olishingizni, umuman olganda sizni niyatingiz qanaqa ekanligini o'ylab ko'ring. Chunki 100 ming это bitta fast food, это 2 marta Yandex, fakticheski bu yerda 2 soatlik bilim olish, 2 soatlik professional muhitda bo'lish.